Botir aka! Botir aka! Botir aka! Ha, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Botir akam oldilari keluvdim, to'yga ketgani. Ha, bular chiqishmayapti. bular hech kim yo'q uyda. Menga qarab turing deb qo'yganda. Taqillayotgandan chiqib keldim. Toqqa ketgan hammasi oilaviy. Tinchlikmi-da? Ha, to'yga yetib keluvdim o'shanga. Ha, yana to'y hozir yo'qmi? Ha, bo'pti, men haliroq kelarman, kechroq. Ha, kechroq kelib baqasan, menga taklifnomani berib qo'ysang, men berib qo'yaman. Taniydimi seni? Ya, taninglar meni. Yo, endi o'zlariga berganim yaxshi-da. O'zlari to'y qilganlarda, to'yga ketgani borganlarda, taklifnoma berganlarda men $100 to'yini berib yubordim joyida. Ha. O'shanga endi bular shunaqa qilsa kerak deb o'yladim-da endi. O'zi shunaqa qiladi, bizning mahalla bor, o'zi mahalla hamma qo'li ochiq. Kim to'yga kelsa tanimas ekan. Mana masalan men hozir tanimayman-ku. Misol uchun zaman to'yga kelsang, kechqurun to'yingga $100 ko'tarib boraman. Men shuni kirayotgan o'zida shuni qo'ling ko'rib o'zi yesam bir 30-40 minglik narsa yeyman-ku, ular ko'p narsa yemayman-ku, lekin qo'lingga $100 berib ketaman. Shu odamga ham taklifnoma bersam bo'lar ekan. Qo'li ochiq insonga o'xshar ekan. Mayli, siz ham to'yga ketaman aka. Ay, men endi hozir pul $100 bor ekanmi? Ay, hozir o'rtoqlarim to'yga ketgan bor edim, berishdi-da. Ha. Mana aka, ular billa bo'lasiz xudo xohlasa. Keyingi oyga ekan-a? Ha, keyingi oyga. Bo'ldi, boramiz. Men qara. Hozir men pulingni ko'rib bir narsa esimga tushdi-da. Nima? Mana shu to'y qilayotganda bolalarni yaqin odamlarim aytib borib nishonlardik. Hozir to'y o'z yo'liga. Men mahallamizda zo'r shashlikxona bor-da. Akrom akaning shashlikxonasi. Xonadondan qo'yibdi, yorg'iribdi, shashlikdan sayrayapti bor-ku. Ana aka-ukalarmi? Ha, shunaqa qilib qo'ygan podvalda shu muzdek o'tiramiz, ketdik. Men endi ular ko'p ham ketmaydi, bir mazza qilib o'tiramiz, lekin to'ying kuni buni 2 barobar qilib boraman-da. Shunaqa qo'l otib odamlar. Yo'q, qandoq bo'lar ekan? Yer. Zo'r bo'ldi, canım. Nima zo'r bo'ldi, aka? Cho'paloq tashladingiz-ku. Endi ayollar ham ko'rsa, men sizlarni ko'rding, boylarni qanaqa o'tirishini ko'rsatib qo'ydim-da. Qo'ying-da. Bir tiyin puli yo'q, bizda $100 bor, bir tiyin puli yo'q, hozir kelmaydi qara. Qo'y tashladim joyga. Bo'ldi, mana 100 keldi, aka. Yo'q, o'zga ketgan, tan kerak, men o'chirmasinlar. Ha, to'ying chutki bo'ladi, chutki bo'ladi. O'zim shu yerda bosh bo'laman. Hozir kirga dedim, agar meni kirgizsa, sen ham kirasan-ku. Ya, bo'ldi, aka, yaxshi to'y. Bu gapchilik bo'lmasin-ey. Bir o'limdan qoldim boru, sal qoldi. $100 ishlayman deb $100 xarajat qildim. Ay, ish qilib to'yimga bormasin deb. Qizil ishkalli ini ekan boru. Voy, orqamda vilkani doktorga borib oldirmasam, to'ygacha tuzalish kerak.